O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil sentyabrdagi 563-sonli qaroriga asosan Respublika oliy ta'lim muassasalarini talabalarini yotoqxonalar bilan qamrab olish darajasini oshirish to'g'risidagi qarorlarga binoan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti hamda xususiy sherik tadbirkor bilan hamkorlikda 550 o'rinli talabalar turar joyi 2023-yilda qurilishlar boshlandi. 2024-yil oktyabr oyiga kelib ushbu 550 o'ringa mo'ljallangan talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. Davlat sherikchilik asosida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bilan birgalikda mana shu yotoqxonani qurishga muyassar bo'ldik. Biz tadbirkorlarga bergan katta imkoniyatdan albatta foydalanib turibmiz. 550 o'rinli yotoqxona bunyod bo'ldi. 1 yilda qurib, korxonamiz aylanma mablag'lar asosida 100% korxonamiz mablag'lari asosida qurildi. Davlat byudjetidan bir so'm pul olingani yo'q. Kelajakda talabalar uchun barcha dam olish xonalari bugungi kunda mavjud. Kelajakda oshxona, maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalarini qurishni mo'ljallab turibmiz. Biz tadbirkorlar uchun bu loyiha juda ham qo'l keldi. Barcha daromadlari tadbirkorning o'ziga qoladigan bo'ldi. Bu albatta tadbirkor uchun katta yutuq deb hisoblayman. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalarga nafaqat sifatli ta'lim berishda, balki ularni qulay muhitda va zamonaviy jihozlangan yotoqxonalar bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratgan. Hozirgi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 9 yotoqxona mavjud va hozir mana biz 9-yotoqxonadamiz. Shaxsan men 9-talabalar turar joyida turaman. Bu yerdagi sharoitlar juda ham zamonaviy, talabalar uchun kerakli bo'lgan barcha jihozlar, barcha instrumentlar joylashgan. Joriy yilgacha 95 ta bitim loyihalari imzolangan bo'lib, shulardan 57 ta yotoqxona qurilib, hozirda faoliyat olib borilmoqda. Joriy yilda 8000 o'rinli 20 ta yotoqxona qurilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda umumiy qiymati $90 million 8 ta yotoqxona qurish loyihasi amalga oshirish ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda ushbu loyihaning texnik iqtisodiy asoslari va loyiha konsepsiyasi, loyiha boshish hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Yurtimizda joylashgan oliy ta'lim muassasalarida davlat xususiychilik asosida talabalar turar joyi barpo etib kelinmoqda. Jumladan 2022-2024 yillar davomida 60 ta 31 ming o'rinli talabalar turar joylari barpo etilib foydalanishga topshirildi. Va ayni damda 50 ta loyiha, ya'ni 26 ming o'rinli talabalar turar joyi loyihalari amalga oshirilmoqda. Ta'kidlab o'tishimiz joizki, mazkur barpo etilgan yotoqxonalarimiz barcha qulayliklarga ega bo'lib, mazkur yotoqxonalarimizda ma'naviyat xonalari, talabalar ixtiyorida kutubxonalar, fitness klublar va internet tarmoqlari bilan ham jihozlab berilmoqda. Shuni bir quvonch bilan aytib o'tishimiz joizki, sababi davlatimiz hamda tadbirkorlarimiz bir yoqadan bosh chiqargan holda mazkur ezgu maqsad uchun birlashib o'zaro manfaatli bo'lgan shartlar asosida talabalar turar joylarini barpo etib kelinmoqda. Bugungi kungacha davlat xususiychilik asosida talabalar turar joyini qurish bo'yicha yurtimizda 2 trillion 400 milliardga yaqin loyihalar, umumiy loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lib, shundan tadbirkorlar uchun davlat byudjet mablag'i hisobidan 815 milliard so'm mablag' moliyalashtirib berilgan.